Assalomu alaykum barchaga. Ushbu video rolik orqali reversing vykulchatorda ikkitalik klavishlik reversing vykulchatorni ishlashini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ikkita gruppa bor. Ikkitalik reversing vykulchator bosh tomoniga qo'yilgan va oxirgi tomonda ham ikkitalik reversing vykulchator. O'rtadagi perkrosniy vykulchator ikkitalik topilmadi. Vico, Vesta, Duracell, Mono va shu kabi firmalarda ishlab chiqarilmaganmi yoki hali bizgacha yetib kelmaganmi? Topilmagani sababli bittalik perkrosniy vykulchatordan foydalanilyapti. Keyingi video roligimiz orqali ularning sxemalarini ko'rib chiqamiz. Uy sharoitida hozir bizda keraklik elektr kabellari va asbob anjomlar bilan birgalikda qisqa muddat ichida biroz shashilingan holatda ushbu sxemani yig'ib chiqdik. Hozir shuning uchun biroz tartibsizroq shashilish bo'lganligi uchun va deyarli bizda hozir sharoit bo'lmadi chiroyli holatda kabellarni ukladka qilishga. Shuning uchun ulanishini ko'rib chiqamiz. Keyingi video rolik orqali batafsil chiroyli holatda sxemalarni ulanishini ko'rib chiqamiz. Albatta bu hozir 3 joydan ikkita gruppani yoqib o'chirish. Agar xohlasangiz ketayotgan shleflar orqali qo'shimcha yana perkrosniy vykulchatorlarni qo'yib 4 joydan yoki 5 joydan yo 6 joydan shu o'zingizga qarab holatga qarab turib ko'paytirsangiz qo'shsangiz bo'ladi. Ketayotgan shleflar orqali perkrosniy vykulchatorlarni qo'ygan holatda hozir ishlashini ko'rib chiqamiz. Rahmat barchaga salomat bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta kamchiliklar uchun uzr so'raladi. Hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kattakon rahmat e'tibor uchun.